Mənim vəyran bolğan bir karxançı, mustaq uydan çıxanmay, bu qəlbi boğulub ketib. Əgər uydan çıxıb ketsə, şu qəlbiga sülab keldigan bo'lib kelib, bu ham tuyuqsiz vəyran bo'lib ketibdi. Yo'lni xatamay qo'ydimi? Shunda bu bunda yaşıgıca ölüp olaylar oldu. Vay, bunda jatalarsam qəlbiga sülab olsa, ölüp jatlar, bu darni içib bu. Tüp karvatı özünü rostlab yetib, ölüp ketmedi yossa. Onun veyran bolğan uxmaydigan bir o'g'irlik tushdi uyga. Shu durun deridan chiqib karxonchining bo'yniga pichoqni tanglab, meningning hammini chiqirsa bugun. Agar chiqamsang, u dunyoga yo'l sep yetma. Desa karxonchi, voy jinim ukam, sen u dunyoga yo'l samsang, men nega yo'lga chiqib qolgandim deb. Xotindan qo'rqadigan 3 odam to'y chiqib dedi. Xotin degandim qo'rqamda. Ammo xotinni shunda qo'rqitganda işte. Xotin yo'q edi qo'yib. Xotindan qo'rqadiganimma, voy xotindan qo'rqmaymiz be. Adab turishlar uchun ayol tanil kelib qoldi ekanda. Uy deb ketib ketib bir joyda ketib o'tirib qoldi ekan. Voy ketib berib, voy Tursun qo'shmidi-ku. Bugun xotindan haqiqiy qo'rqmaydi ekanmi? Juda bir paqada bo'lsa, o'tag'an xotindan qo'rqib, yuri to'xtab qolgan ekan. Bo'ldi do'stlar, men ishkin deb beray. O'tgan dashda yenimga naqd pul seviliblar. Mashin bozoriga aylanib ketmasam, bir mashinga 50 ming qo'y baho qilib qo'yibdi-ki, bu yoq tilib mashinning bahosini ketishib, 30 ming qo'yga oldigan bo'ldim. Bo'ldi, mashina men qalsin deb yenimdagi baho pulni chiqarib sanasam, 30 ming qo'yga 2 qo'yli kam qoldi-da. Ana qayamashda 30 ming qo'yga 2 qo'y kam qoldi, men mashinani bergan bo'lsam, sen yo'q buzmayman, saqla sataman. Dedi ishni oldiga chiqsam bir divon o'tirib ketdi. Aniq aytdilar, bu pulingiz 2 so'm bergan. Endi mashindan birini olgandim desam, o divon 2 so'mning tepsigan 2 so'mni qaytib beryapti-da. Bo'ldi 2 so'm yetdi desam, yo'q, men bir nechta chiqib bergan bo'lsang dedi. O'tganda shu maslahatchi ishlari bilan davomli uyda o'lanmaydi ekanmiz. Bo'lib uydagilarga ig'irchiligimiz bek tushdi ekan. G'uljida bir maslahatchi ishchini o'ynablar. Ettigen saat 4'ten aeroplan biletini keskizilip Ürümçi'ye bir mesleğe çayışılık hemek yok kaldım. Uyga çıkıp gitkiçe to'xtab turay, mana shu ag'inamning uyida qo'nib qolay deb bir ag'inamning uyida qo'nib qoliblar. Ag'inamga soat 1ga vaqtida. Adash, etganlikka soat meni 4lar bilan o'qitaytalamsa, sen haytangjimi, uxlab ketamdiki, deydi to'xtab turay deb kech soat 2 bo'lganda uyda enimga telefon qildim. Uxlayotgan telefonni ilib, "Ha, nima?" dedi uyquchilikda. Atgalik soat 4lar bilan meni bir o'qitayda, Ürümçi'ga aerodrom kechib qolmay ekanman. Desam, enim turib uyquchilikda. Unda 3dan 40 o'tgan, menga bir urvita dedi. To'ptondag'isi assalomu alaykum. Barliq hurmatli karxonchilar, choyxonaga kelgan mehmonlar. Adilkan bilan bugun biz turani ko'rishib, mana bu akimizning choyxon bor-ki. Nemishga qiymatga desek, choyning no'lchisini ishlatgan emasmi? Men bu ishga yomor deb beray. Bir beqimchi bor-ki, 40 tekkanni qato bog'lab qo'yib, no'lchi yem qashakil beqib parish qilib olsa, o'tirliqda bir qolsa, kundan kunga judab ketdi-da. Bu danvoy o'lmasamma kallarning orasida ayrim ochiq beqib qo'yay deb bir vaqtni oldiga tashlab berib, qo'shnisiga kirib chiqqicha, balasi o'ynablam, qalayotgan bir vaqtni ustiga o't qo'yibdi-da. Qarab baqaycha, bu danvoy nim bo'lib ketdi deb shundoq qarsa, shoxning usti kuyayotgan, chigini kal chaynayotgan. Nemishki kundan kuniga judayib ketsan, chekib ekansan. Ang yeni küldürge. Ang yeni programma. Ang yeni ovozli asar. Naqsha muzika. Hammasi xushbolda. Sağolun isteshnami. Xush bol. Shunda qilib bir juft ayol o'tirib paranjib qoldi ekanda. Ayolningki mijozi yaxshi bo'lmagan ekan, yo'ldashdan bir savol so'rab qoldi ekanda. Men doktorxonada o'tib yaxshi bo'lmay qoldim. Endi sizdan bir savol so'rayman, darhol javob bersangiz debdi-ki, bu so'rasa,
Ben ölüp ketkendan keyin siz qanchalik vaqt keyin to'y qilsangiz deb bir emasli bir savol so'rab dedi. Yo'lchi nimligini bo'ldi. Ya endi to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Yo'lchi bo'ptam so'rab turib oldim, javob beray. Doim bir sen ölüp ketib qolsang, bir qavraning to'pisi oppoq qurib ketsa uylanmayman. Debdi, rost degandeklar bir haftadan keyin bu oyoqlar qazo etib ketib, ölüp ketib qoldi. Bir 40 yıl uzatmaydı, bu kavrga berib bakıskiga qaptı. Bas topu nemli tuğan. 5-6 günlük basa nemli tuğan. Yerim keçidi basa, kavrda birinin otağından ışıqla. O bası bir sen kim o? Desem ben ayağının iğnesi edigine geldi. Neyin götürse beyde? Hedem ölüp ketidi vaxtida kavrga patpas su içipti degen. O'tgan dashda dadamning oyog'i shu chamdan saqla ajrab ketdi-ki, dadam ma oyog'imdan chiqib mo'ldizga tikkizib bergan bo'lsa, dedi dadam qo'ya tashvassangmamda birini ipirayman desam, "Hay, sizlar yosh bolalar uqmaysizlar-da. Mana biz mashta japalarni tortib sizlarni cho'ng qilgan. Tikkizgilar mana." Dedi, "Malimizda bu moldiz qiziqchakimiz bor-da. Shu oyoq tikib ketdi-ki, opirib oyoq chamdan saq ajrab ketdi-ki, opirib ya aka ma oyoqni tikib bergan bo'lsang, deb qo'liga bunda qarab turib ketib, "Voy, og'riq yomon ig'irga urumchiga o'tgan" debdi. Мәлемді бір ағинан батты, bu 5 yılda sırt top kılıpla, мәлік oyun taşıyıp, üye жүріп, bir ақыр pul teyip geldi. Bu pul teyip kılıpla, özüge bir hal, kibir konupmuş, odam tanımaydıgan болып kaldı da. Bu ağilerimiz bilen bir jığılış yok, otladık. Otlasak mı, 5 yıl aralaş, yoqap ketiş jarayanda ağilerini başladı oturup, sen kim o? Depli bir xil, tonumu xal asasda oturup da, terikip, öykip, otlasam, mumam, nem buldu? Dedi, vay, sormara buldu mumam. Oy, dere, man nem buldun zaten? Birisi birinin deyiş kaldın mı? Dedi, vay, sormara. Sen, oy, dere balam. Dedi, vay, Tursun kamdan balasını bilirsen koy, sen, oy, bilme. Dedi, oy, qora oş bir xil, yoğan çöp, adam tonması gitti. Desem, mumam tur ketdi, bunda su öl ketdi ke. Dedi, oy, nem degenin o? Desem, adam öl ketdigan 3 gün qalganda adam tonamaydı balam deydi. Xansı vazırıqı kelsem, oldu xansı vazırıqa. Bir obdallı bir bala, yaş, emgek qıldığa iqtidarı var. Bir javur suğa, çokunun uçu qamakını ezip çıla oturdu da quruq suğa. İlinde dep turadi, kep quruq suda qamakı nime ilindi desem, o yaqpada iliniga nima ko'stim bizdan turinglar dedi. Nima ilin oldi deb turib qopti menda. Ajatdi har qancha og'inam batdi. Kepli ataş makalırdın ketken demike bir gün boldu misada oturdu az koysak ilindi deb aşxanamga bir bilan berip qo'yay desa yog'ochning uchi qamoqni o'rab yutib Yaqub ilnamdike dedi. Satırashxonada birisi chash oldirib qopti. Bu konu usturuvda aldıkken kaplıqışqa urup aldıgan. O kaplıqışqa urup çiçini otura dep soğusunu kuyup ançı biçi ivitip tüp baş teatrsin sergin duruptu ki kaçan mı diye dep bu adam çişini çilep otası gezgilerini kırıp sürgünlüp gitti de bu adam titrep. Şoğanın aralığında taladı bir kazak yoldaşımız tögünü bağlap koyup Satırashxon kirmesike o tögü ulap gitti de Sen de çeçini ağzına kadar cilim fıkan talağı çıkmak ya. Ay tüyümü çeçini ağzına otamdı gidip. Tolpa restoranga kirip bir sorun tüktüp tez küçüp evde uyum kitey. Charchap ketdim deb bir taksini şundalı to'g'risa bir tanıydigan baliki va yaqibga qaytdingmi? Men necha qitim apir qo'ygandim uyingga chiqal dedi. Paranglışıp, netiga bir qo'ysa degicha soatga chiqma aka, ishingni oldi 10 koy qilib barda budilib kirib ketsa dedi. Apasiyab kel dedi. Soatga chiqib ketbarmanda, biz yonchig'imni o'tirsam 10 tiyin pul yo'q. Xotonga telefon qildim. Xoton desam deydi. Yandiki bapimning hammani qasaytib 10 tiyinsiz soatga pasib qo'yib chiqib ketbarma. Darvozdan oldi qil ikasi 10 koy chiqdi ekan 10 koyni ochiq tura. Desam bichog'da ayolim telefon qildi. Yaman muzla ketdi. Darvozning biqinda adam o'tirgan beldingning
Nimasiga yerim xizmatdagi 10 ko'yni bosib qo'yay, chiqib berib etmamsiz dedi. Ma'qul dedim. Bosib qo'yibdi, chiqib taksichiga. Turibdi juma, pulingni berib ketay deb yerim xizmatni qo'lamga olsam qiyish keldi. Ma mələmdə bir ağinam var. Öz sadaraqla bu. 7-ci ayda isib ketib, eriqning qishida o'ttasam, yiq ketib qolgan qopqor loysun chechut qichib ketib bordi bu. Tutilib, "Nem qilganing va, sen jatg'ing va qishtiman qatqantonga" deydi. Ma bir ishchiblar zadmış turmuş quribma, bola chaqili bo'lib, mush aroqni faqatla tashlamabdi-da. Endi bu oila bilan qarolmay kundiki bola vaqtlarini qaqishtirib, ayoli bilan jangi jidal qiliblar zadmış, ayoli bilan bolalarini shunda to'yg'izib o'tgandikin, bir kun ig'ir ishib keliblar, ishigining oldida bir ozgalvoga eshak tushib ketib o'lib qolibdi-da. O'lib qolgandikin aytgan jut jamoat bu odamni ip mangdigan vaqtida yaxshi gapini qilib qoldi ekan bu. Isil odami rahmatlik. Ayoliga, bolalariga faqat zulm tushmagan. Desa, yig'layotganimda turib ketib qolsa bolam, qarapaqa dadangmi emasmi degidek o. Ang yeni küldürge. Ang yeni programma. Ang yeni ovozli asar. Naqsha muzika. Hammasi xushbolda. Sound iste'shlarmi? Xush bo'l.